Judolik. Oxirati kuyganlar. Muallif Nurhayot. Irodaning ko'zlari yoshlandi. Yagona quchoqlab oldi. Rahmat singlim. Bunchalar yaxshisiz-a. Ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Tuzalib keting. Yagona ham Irodani mahkam o'ziga tortdi. Bularni ko'rib turgan Zaynab ona juda xursand edi. Yagona, qizim, to'y uchun ko'ylak tanladingmi? Yo'q hali buvijon, ertaga bormoqchimiz. To'yga kam vaqt qoldi. Shoshib qolmagin deyman-da. Xo'p bo'ladi buvijon. Aytgancha, Zaynab ona Irodaga qarab gapida davom etdi. Bo'lajak kuyov adabiyotchi. Shu yil sizning institutingizni tugatdi. Ismi Alisher. Talabalaringiz orasida shunday yigitni tanimaysizmi mabodo? Alisher ismini eshitib Iroda o'ylanib qoldi. Aniq eslolmayman. Iroda nima deyishni bilmadi, lekin ich-ichidan o'zi tanigan yigit bo'lib chiqishini xohladi. Chunki Alisherga qilgan ishidan keyin uning taqdirini o'ylab, vijdon azobida yurgan edi. Yagonadek yaxshi qiz bilan oila qurishi uning bu vijdon azobini biroz bo'lsa-da yengillashtirardi. Irodaning shifoxonada yotganiga 3 kun bo'ldi. Doktorlar unga uyga ketishga ruxsat berishdi, ammo u buni xohlamadi. Yana ozgina qolay deb iltimos qildi. So'nggi kunlarda Irodaning kayfiyatidagi yaxshi tomonga o'zgarishlarni ko'rib, Siroj ham qarshilik qilmadi. Sen nimani xohlasang, shu bo'ladi, Irodam. U Irodaning sochlarini silab qo'ydi. Iroda rahmat degandek jilmayib qo'ydi. Siroj kasalxonadan chiqar ekan, Zilola qo'ng'iroq qildi. Nima gap? Siroj qo'pollik bilan gap boshladi. Assalomu alaykum pochchajon. Bormisiz? 3 kundan buyon qorangizni ko'rsatmaysiz. Gapni aylantirmay tez-tez gapir. Pul kerak. Qancha? $2000. $2000ni nima qilasan? U yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Haddingdan oshyapsan, Zilola. Sen bilan bunaqa kelishmagandik. Yangi uy olib bermaguningizcha ta'minotimiz bo'yningizda, pochchajon. Sirojning asabi buzildi. Yaxshi, karta yuborsang jo'nataman. Lekin boshqa pul so'rab bezovta qilma. 1-2 haftada uy topaman va sendan qutulaman. Yashang. Gap degani mana bundoq bo'libdi. Hozir kartamni yuboraman. Siroj o'chirib ichida so'kinib qo'ydi. Iroda kasal bo'lmaganda o'zim bilardim senlarni. Tuzalib ketganingizdan juda xursandman. Lekin siz bilan o'tadigan kunlarim tugaganidan o'kinyapman. Iroda Zaynab onani quchoqlab yig'lab yubordi. Xafa bo'lma, qizim. Telefonlashib, ko'rishib turamiz. Yaqinda yagonamning to'yi. Xudo xohlasa, borasan. Ha, opajon. Sizga o'zim alohida taklifnoma yuboraman. Yagona gapga qo'shildi. Sizga chin dildan baxt tilayman, singlim. Kuyov bilan eng baxtli oila bo'linglar. Aytganingiz kelsin, opajon. Biz endi boraylik, qizim. Olib ketgani bo'lajak kuyov kelgan. Kuttirib qo'ymaylik. Mayli onajon. Allohga omonatsizlar. Yaxshilikda ko'rishguncha. Iroda Zaynab ona va Yagona bilan xayrlashib, derazadan pastga qaradi. Chiqish eshigi yonida o'sha tanish raqamli qop-qora BMW mashinasi turardi. Zaynab ona ketganidan keyin Iroda ham uyga qaytdi. Uyga kirganida bo'g'ilgandek bo'ldi. Siroj aka, sizdan bir iltimosim bor. Qanday iltimos? Bu uyni sotib, boshqa uyga ko'chaylik. Negadir bo'g'ilib ketyapman. Sirojga ham bu uy uncha yoqmay qolganda, Irodaning fikri ma'qul tushdi. Xo'p, hayotim, bugunoq sotuvga qo'yaman. O'zimiz uchun uy topishga kirishaman. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Siroj Irodani bag'riga bosdi. Arzonroqqa bo'lsa ham Siroj uyni sotdi. Yig'ib qo'ygan pulini qo'shib, 2 etajli oppoq hovli sotib oldi. Iroda uyga kirganida bahri dili ochildi. Buncha chiroyli Siroj aka. Senga yoqdimi?
Ha, xuddi orzu qilganimdek ekan. Iroda bir zumda uyning hamma xonalarini ko'zdan kechirishga tushdi. Shu payt yana Zilola qo'ng'iroq qildi. Obbo! Siroj qizilni bosib qo'ydi. Tezroq shuni ishini hal qilib ko'chirishim kerak. Lekin negadir ishi hech bitmayapti. Falakatda. Sirojning kayfiyati o'zgarganini Iroda sezib qoldi. Tinchlikmi, Siroj aka? Tinchlik, Iroda. Yur, senga kutubxonangni ko'rsataman. Kutubxona so'zini eshitgan Iroda sakrab yubordi. Iroda ikkinchi qavatdagi oxirgi xonaga kirar ekan, hayratdan og'zi ochilib qoldi. Xona keng va yorug'i bo'lib, devor bo'ylab qimmatbaho yog'ochdan yasalgan kitob javonlari o'rnatilgan edi. Deraza yonida esa usti nafis qoplangan yozuv stoli va yumshoq kreslo turardi. Bu Irodaning tili aylanmay qoldi. Javonlardagi kitoblarni bir-bir silab chiqdi. Siroj aka, men uchun shuncha ish qildingizmi? Hammasi sening xursandchiliging uchun. Kitoblarni ko'rib Irodaning ko'zlari yoshlandi. Nahotki? Iroda yumshoq kresloga o'tirgancha partani quchoqlab oldi. Rahmat, Siroj aka. Iroda bu kutubxonada o'zini dunyodagi eng baxtli odamdek his qila boshladi. Sirojdan pulni olgan Zilola kiyim-kechaklar olib, tungi klublarga borib, 3 kunda sarflab yubordi. Bugun ham tungi klubga kelgan edi. Topgan yangi do'stlarini ham o'zi mehmon qilmoqchi edi. Kartasida puli yo'qligini ko'rib, pochchasiga telefon qildi. Siroj ko'tarmadi. Yaramas, so'kirib qo'ydi Zilola. Hali senga ko'rsatib qo'yaman. Zilola dovdirab eshik tomon ketdi. Chiqayotib bir yigitga urildi. Ko'zingga qaramaysanmi, dovdir? Zilola yigitni haqorat qila ketdi. Zilola, o'zingmisan? Zilolaning kayfi biroz tarqab ketdi. Malik? Malikim, birinchi muhabbatim. Zilola Malikning bo'yniga osildi. Tirikmisan? Malik kuldi. Tirikman. O'lsam birga o'lamiz. Zilola qo'shilib kuldi. O'lmas qashay akang ko'rinmaydi. So'rama. Shaharga shuning ishi uchun kelganman. Qamalib qoldi. Bir kun shunday bo'lishi aniq edi. Battar bo'lsin. Zilola yana kuldi. Nima qilib qamaldi? Voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkan. Qo'yilmadi-da akang. Aytgancha, Zilola gapida to'xtadi. Shunday gaplashib turaveramizmi? Yur menikiga. Senikiga? Ha, onam bilan kamtarona klubida yashayapmiz. O'sha yerda bemalol gaplashib olamiz. Zilola Malik bilan uyga kelishdi. Ra'no xola uxlamay qizini kutib turardi. Keldingmi, qizim? Qornim ochqab ketdi. Nimadir olib keldingmi? Ra'no xola Malikni ko'rmadi. Olib keldim. Mana, butun boshli odamni olib keldim. Hozir pishirib yeymiz. Zilola xaxolab kulib yubordi. Ra'no xola Zilola ortida turgan Malikka sinchkilab qaradi. Malik, sen bu yerda nima qilyapsan? Men taklif qildim. Nima ishingiz bor? Boring, kirib uxlang undan ko'ra. Qornim och, qizim. Ertalabdan buyon tuz totganim yo'q. Obbo! Zilola ensasini qotirdi. Puling bormi? Malikka qaradi. Bor. Biror narsa buyurtma qil. Onamni to'ydirmasak, u bizni jonimizdan to'ydiradi. Yana kuldi. Malik ovqat buyurtma qildi. Ra'no xola umrida ovqat ko'rmagandek ishtaha bilan tez-tez yeb oldi. Keyin aravachasini sudrab, uxlagani kirib ketdi. Zilola Malik bilan sahargacha ichib uxlab qolishdi. Ertalab Ra'no xola hovliqib ular uxlab qolgan mehmonxonaga kirib keldi. Tur, Zilola, tez bo'l. Buncha hovliqasiz. Keting xonangizga. Uyalmaysizmi? Sen uyalay. Qiz bo'lmay ketkur. Sharmanda. Nimalar deyapsiz? Yo'qoling dedim.
Siroj keldi. Hozir ikkalangni ham o'ldiradi. Nima? Zilola o'rnidan turdi. Kiyimlarini to'g'irlab, Malikni tepdi. Tur, ey! Tezroq bo'l. Mehmon bor. Ertalabdan qanaqa mehmon? Malik ko'zlarini ishqaladi. Zilola borib eshikni ochdi. Ha, pochchajon. Bizning kulbayi vayronamizga qadam bosar kuningiz ham bor ekanda. Pochchalama. Uyaldim. Notariusga borishimiz kerak. Tez odamga o'xshab chiq. Tashqarida kutib turaman. Siroj endi ketayotgan edi. Ichkaridan Malik chiqib keldi. Siroj Malikni ko'rib toshdek qotib qoldi. Malik esa ko'zlarini ishqalab, ust-boshini to'g'irlagancha bepisandlik bilan Sirojga tikildi. Xonada anqiyotgan achchiq ichimlik hidi va tartibsizlik vaziyatni so'zsiz tushuntirib turardi. Kim bu? Sirojning ovozi bo'g'iq, lekin tahdidli chiqdi. U Zilolaning naqadar tuban ketganini bilsa-da, o'z uyida, onasining ko'z oldida begona erkak bilan tong ottirishini tasavvur qilmaganda. Zilola bir soniya dovdirab qoldi, lekin darrov o'zini qo'lga oldi. Labiga zaharxanda kulgi yugurdi. Sizning bu bilan ishingiz bo'lmasin. Sendan yana nima kutish mumkin? Hayron qolmadim. Oyog'ing tekkan har bir xonadonni bulg'ar ekansan. Xayf senga uy. Nima qilsang qil. Senga olib beradigan uyim yo'q. Zilola asabdan qaltiray boshladi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Siz va'da bergan edingiz. Va'dangizda turing. Yo'qsa siz uchun yomon bo'ladi. Hoziroq borib opamga hammasini aytib beraman. Bu dag'dag'ang bilan endi meni qo'rqita olmaysan. Istasang, hozir borib ayt. Siroj orqasiga qaramay mashinasi tomon ketdi. Orqada Zilolaning po'pisalari eshitilib turardi. Ammo Siroj bunga ahamiyat bermadi. Rulda ketar ekan, bu yog'i nima bo'lishi haqida o'ylar edi. Siroj eng to'g'ri, Irodaga hammasini o'zi aytish yo'lini tanladi. Uyga borganida peshin namozini o'qiyotgan ekan. Siroj uni kuzatib turar ekan, ko'ngliga halovat kirgandek bo'ldi. Iye, Siroj aka, qachon keldingiz? Iroda namozini o'qib bo'lib ortida turgan Sirojni ko'rib quvonib ketdi. Sal oldin, jilmaydi Siroj. Bugun kechroq kelaman degan edingiz. Ba'zi ishlarimni bekor qildim. Ovqatlandingizmi? Siroj yo'q degandek boshini qimirlatdi. Yuring unda, birga ovqatlanamiz. Men ham endi ovqatlanmoqchi bo'lib turgandim. Iroda erini qo'llaridan tortib oshxonaga olib bormoqchi edi. Siroj joyidan qimirlamadi. Iroda hayron bo'ldi. Nimadir bo'ldimi? Senga bir gap aytishim kerak. Irodaning yuzidagi tabassum yo'qoldi. Mayli, ayting. Hozir aytadigan gaplarimdan oldin shuni bilishingni xohlayman. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Siroj Zilola bilan bo'lgan voqeani ochiq-oydin aytib berdi. Iroda indamay eshitib turdi. O'zini yig'idan bazo'r tiyib turdi. Ammo oxirida chiday olmadi. Meni kechir, Iroda. Men hech ham xohlamagan edim. Bilmayman nima junurda. Iroda indamay turaverdi. Gapirsang-chi, Iroda. Biror narsa de. Meni qarg'a, ur. Faqat jim turma. Men bilardim. Iroda o'zini qo'lga olib gap boshladi. Nima? Siroj qotib qoldi. Bilarding? Ha. To'g'rirog'i, o'sha kuni kasalxonaga tushgan kunim hammasini ko'rgandim. Kechasi yomon tush ko'rib ahvolim og'irlashib uyg'ondim. Sizni chaqirdim. Eshitmadingiz. Bir amallab dahlizga chiqdim. Qarasam, mehmonxonaning eshigi ochiq ekan. U yerda siz va Zilola. Irodaning tomog'iga nimadir tiqildi. U zo'rg'a yutinib davom etdi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Orqaga xonamizga qaytmoqchi edim. O'sha joyimda hushimdan ketib yiqildim. Siroj battar vijdon azobida qiynala boshladi. Xiyonat haqida eshitish boshqa-yu,
guvohi bo'lish boshqa ekanligini yaxshi bilardi. U tizzalab yerga o'tirib oldi. Nimadir deyishga tili bormasdi. Siroj aka, men ham sizga bir gap aytmoqchiman. O'sha kunlarda eslasangiz, juda ko'p uxlaydigan bo'lib qoldim. Zilola kechasi ichadigan dorimni kuchli uyqu doriga almashtirib qo'ygan ekan. Sirojning ko'zi qonga to'ldi. Nima? Men uni sog' qo'ymayman. Siroj o'rnidan turib ketmoqchi edi, Iroda uni ushlab qoldi. Shoshmang Siroj aka. Ularni deb shuncha qiynalganimiz yetar. Hozir siz unga qandaydir ziyon yetkazsangiz, yana o'zimizga qiyin bo'ladi. Men ularni kechirdim. Iroda, qanday qilib kechirishing mumkin? O'lishingga bir baqiya qoldi. Sen shuni tushunyapsanmi? Bandasini jonini olish faqat Allohga oson. Nasibam bor ekanki, tirik qoldim. Men hammani kechirdim. Sizni ham. Bu gapdan Siroj tinchlanib ko'ngli yorishib ketdi. Irodani quchoqlab oldi. Menga yana imkon berganing uchun rahmat senga hayotim. Siroj aka, endi sizga yana bir narsani iltimos qilmoqchiman. Qanday iltimos? Ularga bizni tinch qo'yish sharti bilan sotib olgan uyingizni bering. Iroda, mayli, men uyni beraman. Lekin Zilola puli tugashi bilan yana eshigimiz tagida paydo bo'ladi. Senga zarar yetkazishidan qo'rqaman. Xudo insof bersin. Amin. Siroj Irodaning iltimosini yerda qoldirmadi. Ularga qayta bezovta qilmaslik sharti bilan uyni nomlariga o'tkazib berdi. Iroda, nega dorilaringni ichmayapsan? 3 oylik kurs tugadi. Endi 2 oy dam olar ekanman. Tushunarli. Siroj jim qoldi. Siroj aka, men ishga kirmoqchiman. Nuriya xayriya tashkilotiga volontyor bo'lib ishlamoqchiman. Charchab qolmaysanmi? Yo'q. Uyda o'tiraverib charchadim masla. Ishlasam kasalim ham esimdan chiqardi. Chalg'irdim. Mayli hayotim. Ishlaging kelsa ishla. Faqat pul uchun emas, ko'ngil yozish uchun. O'zingni charchatib qo'yma. Rahmat Siroj aka. Iroda erning bo'ynidan mahkam quchoqlab oldi. Siroj ham Irodani quchoqlab oldi va qaytib qo'yvormadi. Qo'yvoring bo'ldi. Iroda qancha tipirchilamasin, Sirojning quchog'idan chiqib keta olmadi. Endi ikki sevishganning yo'lini kasallik ham to'xtatib qola olmasdi. Iroda xayriya tashkilotiga ishga kirdi. Ish jarayonida sog'lig'ida yoki sharoitida muammosi bor ko'plab insonlarni ko'rib, o'z dardini unutdi. Unga aytilayotgan sanoqsiz rahmatlarni eshitib, ruhi yengillashib, yuzlari nurga to'lib bordi. Dastlab Irodaning vazifasi kasallarga ruhiy ko'mak berish edi. U kasalxona yoki nogiron bolalar yashaydigan muassasalarga borib, bemorlarga qiziqarli voqealar aytib, kitoblar o'qib berar edi. Bir kuni u saraton bilan kurashib yotgan insonlar oldiga bordi. Dodar Dumbadzening Abadiyat qonuni asarini ochib o'qib berdi. Abadiyat qonuni. Bu qonunning mohiyati shundan iboratki, insonning yuragi uning tanasidan 100 baravar og'irroq. Shu darajada og'irki, uni bir kishi ko'tara olmaydi. Binobarin, biz odamlar toki tirik ekanmiz, bir-birimizga yordam berishimiz, bir-birimizning yuragimizga madad bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Siz menga, men unga, u esa boshqa birovga. Shu tariqa uzluksiz davom etishi lozim. Toki o'lim hayotda bizni yolg'izlik balosiga giriftor qilib qo'ymasin. Eshitib o'tirganlarning ko'zlari yoshlandi. Iroda o'zini zo'rg'a tiyib turardi. Charchab qolmadingizmi? U quvnoqlik bilan so'radi. Iroda kitobni yopib, atrofdagilarga boqarkan, ularning nigohida umid uchqunlarini ko'rdi. Bu insonlar uchun dori-darmondan tashqari mana shunday o'zini yolg'iz his qilmaslik tuyg'usi yetishmayotgan edi. Yo'q qizim, charchamadik, dedi burchakda yotgan, yuzlari so'lg'in bo'lsa-da, ko'zlari ziyoli bir onaxon. Ovozingda shifo bor ekan.
qizim, baraka top. Onaxon Irodadan uzoq duo qildi. Irodaning sidqidildan ishlarini ko'rgan rahbarlar unga volontyorlikdan doimiy ishga o'tishini taklif qilishdi. Iroda jon dili bilan rozilik bildirdi. Endi Iroda yordam so'rab murojaat qilgan oilalarning sharoitini o'rganishi kerak edi. Ertasi kuniyoq Iroda birinchi manzilga yo'l oldi. Bu chekka mahalladagi darvozasi yarim vayrona uy edi. Ichkariga kirgach, Irodaning yuragi ezildi. 4 ta farzandi bilan qolgan beva ayol. Uyda hatto yotishga tuzukroq to'shak ham yo'q. Bolalarning ko'zlari mitti mo'jiza kutayotgandek javdirardi. Iroda ularning sharoitini sinchiklab o'rgandi. Hujjatlarini rasmiylashtirdi. Ularga yordam berilishi aniq bo'lgach, ayolning yig'lab duo qilganini ko'rib, Iroda ham ko'z yoshlarini tiya olmadi. Ammo keyingi manzil uni mutlaqo boshqa manzaraga ro'baro qildi. Murojaatda aytilishicha, oilaning boquvchisi yo'q. Uyi yonib ketgan. Bolalar ko'chada qolgan. Iroda aytilgan manzilga kelganida ko'rganlaridan hayratda qoldi.